Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shovuz mahallasining fuqarolari, tadbirkorlari. Mana bugun 8-may 2026-yil Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan joriy etilgan 3 tajribasi asosida uchrashuv o'tkazmoqdamiz. Bunda shu mahallalarda fuqarolarning kreditlarga bo'lgan talablari, o'zini band qilmoqchi bo'lgan fuqarolarga bizlar moliyaviy ko'nikmalar berib, moliyaviy bir yordam berishga kelganmiz. Bankimizning mahsulotlarini kimda agar ehtiyoji kreditga bo'lsa, talabi bo'lsa, ko'rib o'zini tanishtirib murojaat qilishi mumkin. Men faoliyatim bor. Qo'shovuz mahalla fuqarosi, aksiya qilishman, kredit olishman, tadbir biznes boshlovchiman. Shunga menga tushuntirib bering, qanday olishi mumkin? Buni hammasini tushundik. Hozir bizda PK7 bo'yicha dasturimiz bor. Bu 1 million so'mgacha kredit ajratib bera olamiz 18 oyga. Oylik to'lov 670 ming so'mdan sizga ijobiy hal qilib masalangizni ijobiy hal qilib beramiz. Masalangizni Hujjatlaringizni o'rganib chiqib, kreditlaringizni o'rganib, ijobiy hal qilib beramiz. Rahmat.